Klassikoda ham o'ynamaydi va kecha shunaqa xavotir bor edi. Lamine Yamal jahon chempionatini o'tkazib yuboradi. Ham do'stlar, jahon chempionatini o'tkazib yuboradigan futbolchilar soni ham oshib boryapti. Afsuski, chunki ular orasida super yulduzlar ham bor. Eng birinchisi Rodrigo jahon chempionatini o'tkazib yuborishi ma'lum bo'lganda, yodingizda bo'lsa, bundan bir oylar ilgari Rodrigo safdan chiqqandi va u mundialda o'ynamasligi aniq bo'lgandi. Va bundan bir necha kun ilgari Braziliya terma jamoasi uni pozitsiyasida o'ynab berishi mumkin bo'lgan yana bir futbolchi safdan chiqdi. Bu Estevao va u ham mundialni o'tkazib yuboradigan bo'ldi. Bu ham Braziliya terma jamoasi Carlo Ancelotti uchun juda yomon va yana bir futbolchi, katta futbolchi Fransiya terma jamoasida bu mavsumni menimcha yaxshi o'tkazgan va Liverpoolda ham yomon moslashib ketmagan Ekitike jarohat oldi va u ham jahon chempionatiga bormaydigan bo'ldi. Mana shu katta futbolchilar mundialni o'tkazib yuborishi aniq. Yana boshqa futbolchilar ham bor, kimdir unutgan bo'lishi mumkin. Izohlarda yozib qoldiring. Kuni kecha Lamine Yamal ham jarohat oldi va u uchun mavsum tugadi. Lekin jahon chempionatiga ko'p ehtimol boradi, u mundialgacha tiklanadi, Ispaniya terma jamoasi tarkibida o'ynaydi, faqat klublar kesimida Barselonada u mavsumning qolgan uchrashuvlarini o'tkazib yuboradi. Kechagi uchrashuvda jarohat oldi, penaltidan gol urdi, lekin undan avvalgi to'qnashuvda baribir jarohati jiddiy bo'lib chiqdi va endi u El Clasicoda ham o'ynamaydi va kecha shunaqa xavotir bor edi, Lamine Yamal jahon chempionatini o'tkazib yuboradi degan xabarlar urchigandi. Ammo hozir ma'lum bo'ldiki, demak Yamal jahon chempionatiga boradi, biroq Clasicoda o'ynamaydi. Endi Clasico qanchalik qiymatga ega